Assalomu alaykum Aralash TV kanali obunachilari. Ibratli hikoyalar dasturimizni davom etamiz. Video boshida like so'rab qolaman. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Bir o'tinchi yigit bo'lgan ekan. O'rmonga borib, toqqa chiqib, o'tin terib kelib, bozorda sotardi. O'tin topolmay ozroq shox olib kelsa, bozorda o'tin yo'q. 2 tangaga sotar. Yanagi safar ko'p o'tin topib kelsa, bozorda o'tin ko'payib, zo'rg'a 2 tangaga sotardi. Har galgi savdosi 2 tanga edi. Bir kun toqqa chiqib ketayotsa, yo'lida o'sha zamonning ilmli ulamo kishisi uchrabdi. O'tinchi salom beribdi. Sizdan bir nimani so'rasam maylimi? Ulamo kishi, so'rang debdi. O'tinchi: nima uchun har gal bozorga o'tin olib kelsam 2 tangaga sotaman? Ko'p olib kelsam ham, oz olib kelsam ham. O'tinchi, demak seni rizqing 2 tanga ekan. Yo'q, nimaga 2 tanga bo'ladi? Men boshqa ish qilaman. Mardikor bozorga chiqaman. Ko'proq pul topaman, debdi o'tinchi. Shundan so'ng o'tinchi mardikor bozoriga chiqa boshlabdi. Ish juda ko'p bo'lgan kun ish beruvchi xasroq bo'lib 2 tanga berar ekan. Ish ozroq bo'lgan kun esa saxiy kishiga uchragan bo'lib, u ham 2 tanga berar ekan. Shu holatda mardikor bozorda tirikchilik qila boshlabdi. Bozor kuni o'sha zamonning boy kishisi kelibdi. Boy: "Meni katta bog'im bor. O'shanga qarab yursang, har kuningga 2 tanga berardim. Boy ota, 3 tanga qilib bering", debdi o'tinchi. "Yemishing mendan. Uy joy beraman. Rozi bo'lsang yur, ammo 2 tangadan ortiq bermayman", debdi boy kishi. O'tinchi nayloj, yaxshi joydan qolmay deb rozi bo'lib boy bilan ketibdi. O'zi halol yigit emasmi? Bir pasda boy kishini nazariga tushibdi. Boy 1-2 yil sinab, o'tinchi ma'qul kelib, yagona qizini unga uzatib, o'ziga kuyov qilibdi. O'tinchi boy kishini hamma ishlarini o'zi boshqara boshlabdi. Ishga astoydil kirishib, obro'li odamga aylanibdi. Bir qiz, 2 o'g'li bo'libdi. Vaqti kelib boy kishi olamdan o'tib, hamma boylik o'tinchiga qolibdi. Bir kuni o'tinchi otida shahar aylanib ketayotsa, ko'zi ulamo kishiga tushibdi. Darrov otdan tushib, ulamo kishi oldiga boribdi. "Assalomu alaykum, ey zamonamizning ilmi tolib kishisi, meni tanidingizmi?" debdi. Ulamo kishi qarab turib, o'tinchi, senmisan?" debdi. "Ha, men o'tinchiman. Lekin hozir shu shaharda 2 boy bo'lsa, biri men. Siz o'shanda nima degan edingiz? Seni rizqing 2 tanga degan edingizmi? Mana boyib ketdi." Ulamo kishi: "Obbo o'tinchi, sana rizqing hali ham 2 tanga. Bu boylikdagi rizq barakoti ahli oilang, jufti haloling va farzandlaringnikidir", degan ekan. Qadrdonlar, siz u bizning rizqimiz ham belgilangan. Yigit kishi uylansa, jufti halolni, rizqini qo'shib beradi yaratgan. Farzandli bo'lishsa, yana rizq qo'shiladi yigitga. Lekin ba'zi bilmaganlar o'zim yaxshi pul topyapman deb bosar tuslarini bilmay qoladi. Ko'chada maishatga zo'r beradi. Uyda oila ahli esa och nahor bo'ladi. O'shalar shuni bilishsinkim, ularni rizqi 2 tanga, qolgani oila ahli farzandlarining rizqi. Ko'chada maishat qilayotgan vaqtlarda farzandlari va ayolining rizqini yeyotganini esga olishsa yaxshi bo'lardi. Haqiqiy yigit oldin uyini to'q qilib, keyin ko'chada do'stlari bilan osh yesa yarashadi. Boy va o'tinchi yigit qismati. Qadim zamonda bir boy bo'lgan ekan. Uning bir yaxshi aqlli xotini bo'lgan ekan. Bir kuni boy xotiniga: "Davlatimdan xo'p davr so'rayapsan-da, mendan bo'lakka tekkaningda ne kunlarni ko'rarding?" debdi. "Yo'q", debdi xotin eriga. Erni er qiladigan ham, qarov yer qiladigan ham xotin. Xotinining bu gapdan boy darg'azab bo'lib, uydan haydab yuboribdi. Qorong'u tushib qolgan ekan. Xotin yo'lga chiqibdi-yu, charchab bir daraxtning tagida o'tirib, tunni o'tkazmoqchi bo'libdi. Ancha o'tiribdi. Shu vaqt o'tin orqalagan bir yigit kelib, uning yonida to'xtabdi. "Hoy singlim", debdi o'tinchi. "Bemahalda yolg'iz nima qilib o'tiribsan?
o'yinga borsang bo'lmaydimi? Uyim yo'q debdi xotin. Ota-onam juda yoshligimda o'lib ketgan debdi. Mening ham bir keksa onamdan bo'lak hech kimim yo'q. Men o'tin terib kun ko'raman. Yur biznikka, och bo'lsak och, to'q bo'lsak to'q yasharsan debdi yigit. Yigit xotinni ergashtirib uyga olib ketibdi. Xotin ko'rsaki o'tinchining hovlisini ko'rib bo'lmas emish. Hamma yoq o't. Ko'pdan beri supurgi tegmagan keksa onaning egnidagi ko'ylagi kir, yog' bosib ketgan ekan. Xotin hovlini supurib sidiribdi-da, kampirni yuvib tarabdi. Xullas o'tinchining uy joyiga fayz kiritibdi. Buni ko'rgan o'tinchining bahri dili ochilib ketibdi. O'tinchi har kuni tergan o'tinni bozorga olib borib 2 tangaga sotar ekan. 1 tangasiga yog', 1 tangasiga un olib kelar ekan. Ona bolaga atala qilib yeb kun ko'rishar ekan. Xotin o'tinchinikka kelgan kunning ertasi o'tinchi o'tin tergani ketayotganda undan iltimos qilibdi. Agar bugun ham 2 tanga o'tin sotsangiz, 1 tangasiga ro'zg'or qiling. 1 tangasiga ipak bilan do'ppi tagi olib keling. Kechqurun o'tinchi xotin tayinlagan narsalarni olib kelibdi. Xotin ertasi kuni o'tinchi kelgunicha chiroyli do'ppi tikib, bitkazib qo'yibdi. O'tinchi uni do'ppi bozorga olib boribdi-da, bir yaxshi do'ppi 10 so'm bo'lsa, uni 15 so'mga sotib, pulni xotinga keltirib beribdi. Xotin kunda yigit o'tin terib sotib kelguncha do'ppi tikib bozorga chiqarib sotishga taxt qilib o'tirar ekan. Buning ustiga uy joyga, qozon tovuqqa qarashga ham ulgurar ekan. Endi hunar o'rganing debdi xotin yigitga. Erkak kishiga hunar kerak. Yigit duradgorlikni o'rganibdi. Ko'p o'tmay yaxshi duradgor ham bo'libdi. Uy joy ham qurib olishibdi. O'tinchining uyiga kundan kun fayz kiribdi. Topgani oziq-ovqat, kiyim-kechakdan ortadigan bo'libdi. Kampir ham, o'g'li ham ayolni juda yaxshi ko'rib qolishibdi. Oradan ko'p o'tmay o'tinchi bilan bu dono ayolning to'ylari bo'libdi. Ular baxtiyor hayot kechira boshlashibdi. Davlatlarga davlat qo'shilibdi. Baxtlarga baxt. Ularning inoqligi, baxtli yashashi haqidagi ovoza uzoq zolarga tarqalibdi. Bir o'tinchi shunaqa badavlat bo'lib ketibdiki, asti qo'yaverasiz ekan. Bir kambag'al o'tinchining dang'illama uyli joyli davlatmand bo'lib qolgani haqidagi xabar ayolning avvalgi erining qulog'iga ham yetibdi. Olamdan mendan boyi yo'q deb kerilib yurgan To'ymas boy bu gaplarni eshitib, o'z ko'zi bilan ko'rib kelish maqsadida o'tinchinikka kelibdi. Ko'rsaki ichki tashqi dang'illama hovli joy, hovuz atrofda gulzor, hovli yog' tushsa yalogidek top-toza, lekin na xizmatchi, na bog'bon bor emish. Buni ko'rib boy juda hayron qolibdi. Uni o'tinchining o'zi kutib olibdi. Yaxshilab ziyofat qilibdi. Boy o'tinchinikda xo'p mehmon bo'libdi. Keyin muddaoga ko'chibdi. Uning qanday qilib bunday davlatmand bo'lib ketganini so'rabdi. "Ey, nimasini aytay?" debdi o'tinchi unga. "Ota buvamizning erni er qiladigan ham, qaro yer qiladigan ham xotin degan gapi bor edi. Xo'p bilib aytishgan ekan. Erkak kishi bo'la turib, o'tin terib sotib bir qoshiq atalaga zor bo'lib kun ko'rardim. Uylandim, xotinim uyimga fayz kiritdi, aqlimga aql qo'shdi" deb xotinining xizmatlariga tan beribdi. Shu payt boyning ko'zi derazaga tushibdi. Ne ko'zi bilan ko'rsinki, o'zi haydab yuborgan xotinni hovlidagi gulzorda gul terib yurgan emish. Boyning rangi quv o'chib ketibdi. "Ey xom kalla, nimalar qilib qo'yding?" deb peshonasiga bir uribdi. Alam va o'kinch bilan o'z yurtiga qaytib ketibdi. O'tinchi va xotini uzoq va baxtli hayot kechirishibdi. Bugungi videomiz ham sizlarga juda yoqdi degan umiddaman. Videomizni oxirigacha ko'rgan qadrli obunachilarimizga sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi videolarda g'oyibona ko'rishguncha